kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirroq sunib olaman-da, o'zimning Dream'dan qolishmaydigan mahoratlarimni ko'rsataman. 1 water drop va 2 water drop qani? Qattiqmanmi nima? Agar suvni mana shu yerga qo'yib, bu yerdagi blokni sindirsam agar, suv meni qutqarishga ulguradimi? Yo'q, menimcha bugun menga suv yordam bera olmaydi. Voy, suvim ham quribdi, dahshat. Hozir men 15 ga 15 joyni kavlayman, lekin mana bu blokni sindirganimdan keyin 16 ga 16. Xuddi video boshida aytib o'tganimdek, bu maksimum, buga esa sabab nezert aslahalarini tushimni ko'raman agar cheksiz katalashaversa. Yana menimcha radius ozgina katalashgandan keyin Minecraft shunchaga qotib qolardi. Bizning asosiy maqsadimiz nezert aslahalar ekan, bu hech qanday muammo bo'lmaydi. Men hozir nima qilayotganimni bilmadim, lekin qilib kelyapti. Mayli, o'zimni o'rashga ulguraman. Creeperlar, xayr, o'zimni o'rashga ulgurdim. Yaxshi, faqat to'xtanglar. Yo'q, to'xtanglar. Men hozir o'zimni o'rab oldim. Voy, ahmoq. Endi qanday chiqasan, blok sindirishing mumkin emas-ku. Barakalla artefakt. Sen hozirgina o'zingni tiriklayin ko'mding. Lekin shoshmang, menda paqir bor. Atrofda shuncha creeper bo'lganda blokni shunchaki sindirish menimcha xato bo'lardi. Meni portlatib yuborishardi. Vop, meni birinchi olmoslarim, faqat men qochishim kerak. 3 dona jon qolgan. Mahluqlardan buncha ko'p, bunchalik ko'p mahluq bo'ladi deb o'ylamagandim. O'zimga to'liq temir aslahalar qilishimga to'g'ri keladi shekilli. Lanata, qayerdan ochishda o'zimni o'rashib kerak. Lanata, yotoq ham qo'yib qo'ymayapman, shuncha joyga qaytish kerak endi. Creeper qochib tur, men narsalarimni olishim kerak faqat. Bu safar menda juda ham ko'p bloklar bor. Hammasi o'xshash kerak. Buncha ko'p moblar bu yerda yaramas. Menimcha hech narsam yo'qolmaganga o'xshaydi. Hammasi o'zimda. Bu ketishda olmos aslahani ham, neziritini ham tushimni ko'rsam kerak. Yo'q, mana bu yerga yotoq qo'yib qo'ysam hammasi yaxshi bo'ladi. Va nihoyat uzoq kutilgan mening birinchi olmoslarim. Qani oldimga kelinglar, olmoschalar. Voy, bedrockmi? Sal qolsa o'lib ketishim mumkin edi olmoslarim. Voy, la'nati, psix yaramas, aqldan ozgan creeper. Uyalmasdan ko'ppa kunduzin shuncha olmosni portlatib yubordi, yaramas. Men shuncha xursand bo'lgandim olmos topdim deb, bironta ham qolmabdi. Lekin bir narsa aniq bo'ldi. Agar men juda ham chuqurda kovlasam, shunchaki bo'shliqqa tushib ketaman. Yana olmos, yana creeper va yaramas creeper. Sen nega olmos deb bo'lishimni xohlamayapsan? Qan. Bo'ldi, faqat taxtani tashlab yubormaslik kerak. Bu juda ham muhim resurs. Yaramas yalmog'oz qochib tursa-chi, voy, meni zaharladi. Bu yomon, o'zimni o'rashimga to'g'ri keladi. Bu zahar albatta o'ldirmaydi, lekin yarimta jon qoldiradi. Bu safar kovlamasdan chiqib bo'lmaydi. Muhimi bo'shliqqa tushmaslik kerak. Omadim keldi. Pul qaranglar, qanchalik bo'shliqqa yaqin. Mana yana 1-2 blok va men bo'shliqda bo'lardim. Moblar o'zi ham juda ham ko'paydi bo'lyapti. Voy, yaramas, yana zaharladi. Xo'sh, bu la'natlangan yerlardan ketish kerak-da, kovlashni boshlash kerak. Minecraft juda ham qattiq qo'tyapti. Yana bitta olmas. Skelet, sening merganliging haqida butun boshli kitob yozish mumkin. Sen bu qobiliyat bilan jahon chempionatida qatnashishing kerak. Shuncha ota biron marta tekizding. 5 blok, ataga 5 blok pazza sindirganimda o'lib ketardim. Xullas, bizning yaqin kelajakka maqsadimiz 24 ta olmos. Aynan shuncha olmos aslahaga ketadi. Ovqat yeyishni unutmaslik kerak, yo'qsa o'lib ketish hech gap emas bu yerda. Bilmadim sizlarga qanaqa, lekin menda Minecraft juda ham qattiq o'tyapti mana bu yerda yotgan narsalarni deb. Shuning uchun ularni yo'q bo'lishini kutishni maslahat beraman. Mana FPS ancha yaxshi bo'ldi. Mo'ljal aniqlandi. Yana olmos ajoyib 19 ta. Obbo, mana bu yerda bittasi qolib ketibdi-ku. Bir blok pastrodan sindirish kerak edi. Balki shunchaki tashlab ketarman-a? Yo'q. Qandaydir qilib olish kerakki, o'zim bo'shliqqa tushmay, lekin olmos tushsin. 5-balandlik uddalasi bo'ladi menimcha. Xo'sh, necha blok balandlikka chiqdim? 1, 2, 3, necha blok bu yerda sindirishga to'g'ri. Nimaga sindirdi, ahmoq? Reaksiya bilan kuzatuvchi rejimiga o'tib yubordim. Bu haqiqiy dahshat-ku, men hozir o'lib ketishim kerak edi, lekin hali ham shu yerda turibman. Umuman olganda, agar buni hammasini videodan qirqib tashlasam, hech kim hech qachon buni sezmaydi. Lekin savol shundaki, men shunday qilamanmi? Albatta javob ha. Kimga qiziq bo'lsa, ataylab sakradim, zombi majbur qilgani yo'q, men rostdan vijdonim toza odamman. Birgina xatoni deb hammasini boshqatdan boshlashga to'g'ri keladi, lekin siz xavotir olmang, bu siz uchun atagi 1 daqiqa vaqt oladi. O'zi eng alam qilgani ovqat yo'qotganim bo'ldi. Boshqa qishloq topish kerak endi.
Hech bo'lmasa bu safar narsalarim bo'shliqqa tushib ketmadi. Ularni qaytarish mumkin. Faqat qayerligini eslasam bo'ldi. Va nihoyat topdim. Yaxshiyam butun yo'lni videoga olgan ekanman. Atagi 3 blok. Bu ishni ikkinchi marta qilishimga to'g'ri kelgan bo'lsa ham hech qisi yo'q. Eng muhimi bizda olmos aslahalar endi bor. Ajoyib. Olmos aslahalar bor. Biz ishning yarmini qildik desak ham bo'ladi. Endi ularni neziritga aylantirish kerak. Menimcha bu yanada qiyinroq bo'ladi. Olmosda esa hech qachon ortiqchasi bo'lmaydi. Qadimgi qoldiqlar faqat nazarda bo'ladi. Bu degani biz portal qurishimiz kerak, lekin lava bor, bu muammo bo'lmaydi. Faqat bazal deltada emas, faqat bazal deltada emas, bu nima qayerda paydo bo'ldim? Minecraft ustimdan kulyapsanmi? Men ajdarni o'ldirmoqchi emasman umuman. Menga tekis lavasi kam joylar bo'lsa yaxshiroq edi. Obbo, endi nima qilaman? Bu qala ham eng rasvo biyomda paydo bo'lganini qaranglar. Hamma yerdan plus qidirish kerak. Bu yerda qanday plus bo'lishi mumkin, a? Topdim, olovga qarshi damlama. Ha, menga bu juda ham kerak bo'ladi. Qadimgi qoldiqlarni kovlayotganda. Vizir skeletlar va mana bu ifritlar shunday jonimga tegdi. Shunday jonimga tegdi, ular shu qadar ko'p. To'xtang. Men yana hozir yagona chiqish yo'limni bloklar bilan to'sdimmi? Obbo, nazarda blok sindirish juda ham xavfli, chunki hamma yerda lava bor. Tushib ketsam tamomman. Nimadir o'ylab topish kerak, xo'sh. Menda o'zi nimalar bor? Ha, topdim, masalan, lyuklar. Ha, lyuklar menga yordam berishi mumkin. Huq chiqish yo'lini topdim, qanday yaxshi. Menimcha o'zimga kerakli barcha narsalarni oldim. Voy lanatni, nega olovni o'chirdim? Nega olovni o'chirdim? Hozir o'zimni o'rasam chiqolmayman. Shuning uchun o'ylab yopish kerak. Voy lanatni, bu yoqqa lyukni qanday qo'yaman endi? O'ylayman deb qo'l tushirdim. Bu ikki blokka qandaydir qilib lyukni o'rnatishni yo'lini topish kerak. Qayerga qo'ysam bo'ladi? Tashqariga qo'yishdan foyda yo'q. Ichkariga esa qo'yib bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Yo. To'xtang, mana bunday men chiqa olaman. Hattoki shu vaziyatda ham chiqish yo'lini o'ylab topa oldim. Men tentakman, men haqiqiy ahmoqman. Nega bu ishni qildim? Xavotirga tushmaymiz, muhimi lavaga tushib ketganim yo'q. O'zingni o'rab qo'ymasdan sekin bloklarni qo'yardi. Bo'ldi, endi bu yerdan chiqish kerak. Lyukni qo'yamizda suramiz. To'xtang. Obbo, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Obbo, men o'zimni 3-marta qamadim. Faqat oldingi safarlardan farqi, menimcha bu safar chiqishning iloji umuman yo'q. Yoki bor o'ylash kerak. Nima meni bu yerdan chiqishimga yordam berish mumkin? Menimcha menda g'oya bor. Agar biz mana bunday qilsak, qayiq to'g'ri. Nega shu haqda ertaroq o'ylamadim? Bu orqali hoziroq chiqib ketishimiz mumkin. Ajoyib. Xudo og'ir vaziyatdan zo'r qutulgandekman, lekin bu vaziyatlarni hammasini o'zim yasadim. Qanchalik daholik va ahmoqlik. Menimcha yetarlicha olovli tayoqcha to'pladim. Bu juda ham ko'p olovga qarshi damlamalar. Nega men hadeb olovni o'chiraveraman? Bu yana nimasi bo'ldi? Qandaydir avtomatik sodir bo'lyapti olovni o'chirish. Olovni ko'rganim zahoti meni miyam o'chapti, orqasidan keyin olovni o'zini o'chiryapman. Hech bo'lmasa bu safar bemalol chiqib ketdim, yaxshi. Shoshmang, bu yana nimasi bo'ldi? Portal sinibdi-ku, ikkita obsidian. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas, yana bitta obsidian qayerdadir bo'lish kerak. Taxminan lavali ko'lni ichida. La'nati, men endi qanday uyga qaytaman? Bitta obsidian yetmayapti-ku. Xo'sh, o'yla Arti, hattoki bu vaziyatdan ham chiqishning yo'li bo'lishi kerak. Menimcha menda g'oya bor. Kerakli obsidianni shu portalni chekkasidan olamiz. Faqat buning uchun o'ta ehtiyotkorroq bo'lib portalni sindirishimiz kerak. Yarmi sindi, lekin bu kam. Hammasini to'g'ri hisoblagan bo'lsam, ajoyib, hammasi shunchaki ideal. 11 ta obsidian bu yetadi. Bu qizil qal'ani yelkamni chuquri ko'rsin. Portalni ancha uzoqroqqa borib qurish kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'q, orqaga qaytamiz. Nezir o'simligini olish butunlay esimdan chiqibdi. Usiz esa olovga qarshi damlamani tayyorlash shunchaki ilojsiz. Xo'sh, umid qilamanki, bu o'simlik o'zi bu yerda bor. Yo'q, shuncha vaqt bekorga ketdim men. Hech qanaqa o'simlik topa olmadim. Mayli, uyga qaytishimiz kerak. Lanat Alloh, ustidan kulyapsanmi? Bu safar aniq tamom bo'ldim. Yoki hali umid bor, olamdan chiqib ketamiz. Xo'sh, endi bo'lsa qaytib kirish kerak olamga. Endi olamga qaytib kirganimda 3 soniya o'lmasman. Shundan foydalanib bu yerdan chiqib ketishim kerak. Ko'k lavadan qutulib qoldik, lekin obsidian nima bo'ladi? Obsidian qanchalik mustahkam bo'lmasa, lavada yonib ketadi. Obbo, menda atigi 5 dona obsidian qoldi. Endi nima qilaman bu yerda? Bu yerga qaytib nezir o'simligini olish meni hayotimdagi eng rasvo g'oyalardan biri edi. Maqsadni o'zgartiramiz. Endi nezir taslaha emas, bizga 5 ta obsidian kerak.
Hozir menda 25 ta oltin bor, to'g'rimi? Cho'chqalar esa oltin evaziga obsidian berishi mumkin. Ha, mana shu menimcha hozir eng yaxshi yechim bo'ladi. Faqat oltinlarni birinchi eritib olish kerak. Oltinlar eritildi. Faqat 4 tasiga oyoq kiyim qilishimga to'g'ri keladi. Cho'chqalar menga hujum qilmasligi uchun. Xo'sh, cho'chqavoy, qayoqqa o'tirchi? Xo'sh, endi faqat 20 ta oltin evaziga obsidian berishiga umid qilish qoldi. O, obsidian 7 ta bo'ldi. Men o'ylaganimdan ko'proq beryapti. Bu ketishda uyga bemalol surib olsak kerak. Lekin mening uyim yo'q-ku. Voy ahmoq, nega bu bloklarni ishlatyapsan, a? Xo'sh, nima qilsa bo'ladi? Menimcha menda g'oya bor. Portalni o'zini mana shu yerda quramiz, qo'yamiz. Boshqa iloj ham yo'q. Oltin baribir yetmadi. Kovlashga to'g'ri kelyapti. Portal va nihoyat tayyor. Bitta olovni o'chiraman deb yarim soatlik sayohatli bo'ldim. Faqat bu xatoni boshqa qaytarmaslik kerak. Yo'q olov, men seni boshqa o'chirmayman. Portalni albatta o'zimiz bilan birga olib ketamiz. Va nihoyat men ozodlikdaman. Va nihoyat. Xo'sh, men Nezerda barcha ovqat zaxiralarimni tugatdim. Faqat mana bu ikkita non qoldi. Shuning uchun ham hozirgi maqsadimiz qishloq topish bo'ladi, ovqat uchun. Nezerit quymalar craftida oltin ishlatilarkan, bu portalni o'tkazib yuborishim mumkin emas. Qishloq topolmasak ham mana sigirlar bor, voy la'nati. Yarimtagina jonim qoldi. Bu xavfli edi. Maqsad bajarildi. Qishloq topildi. Endi bu yerdan ovqatni uxlatish kerak. Galemjon, o'zing tushunasan, menga temir kerak. To'xtanglar, menga temir kerakmi? Yo'q, menga temir kerak emas. Menda temir ko'p, senga ham berishim mumkin. Hamma narsalarni sandiqqa solamiz, portal quramiz va rejani aytamiz. Xullas, reja mana bunday. Nezerda kavlash oddiy olamda kavlashdek emas, sababi u yerda juda ham ko'p lava bor. Shu sabab men Nezerga hech narsasiz boraman. Boraman, kavlayman, o'laman. Boraman, kavlayman, o'laman. Nezerit topsam qaytib kelishga harakat qilaman. Shundaysiga 16 ta nezerit to'plaguncha. Tushunmadim, qayerda paydo bo'ldim? Men axir juda uzoqlarga ketmadimmi? Yana mana shu biyomda, hattoki bu yerlarda men oldin bo'lganman. Mayli, bo'lmasam shu yerni o'zida kavlayman, meni hech narsa to'xtata olmaydi. Lavadan boshqa lava bu yerda juda ham ko'p. Mayli, kovlashda davom etamiz, maksimum kovlaymiz. Yo'q, bo'lmaydi. Bu biyom la'natlangan. Oddiyroq joy topishimizga to'g'ri keladi baribir. Bu axir men bo'yi oltin eritgan joy-ku. O, redstone aynan shu kerak edi. Javob oddiy. Redstone menga mana bu 3 daqiqalik damlamalarni 8 daqiqa qilish uchun kerak edi. Bu damlamalarni menga cho'chqa bergandi. Mana shu yerdan qadamga qoldiq kavlash ishlarini boshlaymiz. Sizlar uchun 1 daqiqa, men uchun esa bir necha soat vaqt ketadi. Mayli, boshladik. O, progress. Hozircha shu yerda tur. O'sish bor. Xo'sh, nima bilan yoqaman? Umid qilgandim birinchi portalim bilan birlashadi deb. Bu yerdan esa u hattoki ko'rinmayapti. Bu birinchi qurgan portalim. Demak, ikkinchisi taxminan ana bu yerlarda. Yana bir kichik baza qursam quribman-da. Va nihoyat mana bu yerda 12 ta, yo'q, bu yerda 13 ta. Agar boyagi sandiqda ham 4 ta bo'lsa agar, bu portalni qurganimdan sabab hadeb u yerdan bu yerga yugurmay dedim. O, mana yana 4 ta, birgalikda esa 17 ta bo'ladi. O, menga esa 16 ta kerak, hattoki bittaga o'shi. Maqsadimizga har doimgidan yaqinmiz. Faqatgina ozgina tuzatish, mana bu uskunani yasash, qo'yish, yaxshi ham buzilgan portal chiqqaniga shukr qilish va qadamga qoldiqlarni ertish. Oxiridan bitta oldin esa neziret quymalarni yasash, mana senga bo'lmasam, xo'q, va nihoyat shuncha qiyinliklardan so'ng va nihoyat bizda to'liq neziret aslahalar bo'ladi. Qani bo'ldi, tayyor. Biz buni qila oldik. Shuncha qiyinliklardan so'ng va nihoyat yo'limizda bo'lgan juda ham ko'p qiyinchiliklarga qaramasdan biz buni uddaladik. Xo'sh do'stlar, shuncha mashaqqatdan so'ng menimcha sizlardan kanalga obuna bo'lishni so'rasam arziydi. Va albatta videoga like ham bosib qo'ying. Men juda qattiq harakat qildim. Xayr.